Diqqat, xush xabar. Endilikda O'zbekiston fuqarolarining barchasi 893 ming so'mdan oladi. Uni qanday olishni bilishni istasangiz, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Bola tug'ilganda beriladigan 893 ming so'm suyunchi pulini endilikda uyingizdan chiqmasdan olishingiz mumkin. Telefoningizdan App Store va Play Market orqali Xalq bankining xazna ilovasini yuklab oling. Ilovani oching, ijtimoiy xizmatlarni tanlang va suyunchi puli bo'limiga kiring. Kartangiz ulangan bo'lsa, pul avtomatik ravishda sizga tushirib beriladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzand uchun barcha ayollarga suyunchi puli to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun esa ijtimoiy himoya milliy agentligi reyestri ro'yxatida bo'lganlar uchun to'lab beriladi. Bu xabarni suyunchi puli olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga tezda yuborib qo'ying. Aziz do'stlar, ushbu faqatgina birinchi farzand uchun suyunchi puli berilishi haqidagi qonunga sizning fikringiz qanday? Albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Shunga o'xshagan tezkor ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.